Hop, 1, 2, 3, ket. Butun grammatikani o'rganish shart emas. 7 ta qoida bilan ruschada erkin so'zlashing. Keling, rostini aytaylik. Siz rus tilida qiyin, murakkab gaplarni gapirib, aqlli ko'rinishni xohlaysizmi? Yoki sizga shunchaki savollarga javob berish, aytilayotgan gapni tushunish, do'konda, ko'chada, o'qishda, hayotda o'zingizni tushuntira bilish kerakmi? Agar ikkinchisi bo'lsa, siz to'g'ri joydasiz. Chunki men sizga hozir rus tili o'rganish haqidagi tasavvuringizni butunlay o'zgartiradigan gap aytaman. Yaqinroq joylashib oling. Haqiqat shundaki, ko'pchilikka butun grammatika kerak emas. Umuman kerak emas. What? Yillar davomida darslik ustida o'tirib, rus tilidan nafratlanishda umuman keragi yo'q. Atigi 7 ta qoida bilan siz gapirilayotgan gapni tushuna olasiz va o'zingizni gapingizni yetkazib bera olasiz. Atigi 7 ta, 70 ta emas. Mana shu 7 ta qoidani sizga hozir tushuntirib beraman. Birinchisi, so'zlar tartibi. Yaxshi xabar. Rus tilida so'zlar tartibi erkin, lekin og'zaki nutq uchun oddiy sxema yetarli. Кто, ya'ni kim, что делал, nima qildi, что, где, когда. Nima, qayerda, qachon. Keling, buni misolda ko'rib chiqamiz. Misol uchun, я работаю здесь. Men bu yerda ishlayman. Bu so'zda ya kim savolga javob beryapti. Работаю nima qilyapti savoliga javob bo'lyapti. Здесь bu где, ya'ni qayerda savoliga javob beryapti. Mukammal bo'lmasa ham shu tartibda gapiradigan bo'lsangiz, sizni bemalol tushunishadi. Hattoki ruslar ham shunaqa gaplashishadi. Hozirgi zamon eng muhimi. Agar siz faqat bittagina zamon bilishingiz kerak bo'lsa, bu albatta hozirgi zamon bo'lishi kerak. Nima uchun? Chunki hozirgi zamonda biz o'zimiz haqida aytib bera olamiz, muammolarimiz haqida aytib bera olamiz, savol bera olamiz, savolga javob bera olamiz. O'zi umuman kundalik nutqimizning 80% hozirgi zamondan iborat. Hattoki o'zbek tilida ham shunaqa-ku. Mana oddiy misollar. Я работаю, я учусь, я тебя не понимаю. Bu har kun ishlatadigan gaplarimiz va bularning hammasi hozirgi zamonda. Hozirgi zamonni yaxshilab o'rganib olsangiz, siz bemalol gaplasha olasiz. Uchinchisi bu o'tmish zamoni, ya'ni o'tmishda bo'lib o'tgan voqealarni aytib berish. To'g'ri, bu hozirgi zamonchalik oson bo'lmasligi mumkin, lekin o'rganib olsangiz, nutqingiz bundan-da chiroyli bo'ladi. O'tmish zamonning eng oson formulasini hozir siz bilan ko'rib chiqamiz. Gлаголga l harfini qo'shib qo'yish, ya'ni fe'lga l harfini qo'shib qo'yamiz. Misol uchun, работа so'zi. Работаga l qo'shsak, работал bo'ladi, ya'ni ishlagan bo'ladi. Lekin biz hamma so'zga ham shunchaki l qo'shimchasini qo'shib qo'ya olmaymiz, chunki rus tilida rodlar bor. Lekin bu haqida biroz keyin gaplashamiz. Shunchaki yodda tuting, siz noto'g'ri gapirsangiz ham sizni baribir tushunishadi. Siz xatolardan aslo qo'rqmang. Lekin agar siz men rus tilida biroz bo'lsa ham murakkab gapirishni xohlayman, professionaldek ko'rinishni xohlayman desangiz, siz buduni o'rganishingiz kerak. Budu ya'ni kelasi zamon. Budu so'zi kelajakni anglatib turadi. Misol uchun, я буду работать. Men ishlayman, ya'ni u hozir ishlamayapti. Budu men qachondir qilaman deyapti. Menimcha endi hammamizning eng yomon ko'rgan mavzu haqida gaplashish vaqti keldi. Bu esa rod существительное. Shu yerini yaxshilab o'rganib olishingiz kerak. Chunki bu juda ham kerakli mavzu. Rodlar so'zlarni bir-biriga moslashishi uchun kerak. Rod mavzusida YouTube'da alohida video olganmiz. Uni описаниеda siz uchun qoldirib qo'ydik. 6-si bu падежlar. Sizga bir sirni aytaman. Bizga 6 ta падеж kerak emas. Atiga 3 tasini bilsak yetarli. Birinchisi именительный падеж. Кто что, ya'ni kim nima savoliga javob beradi. Ikkinchisi винительный падеж. Кого что, kimni nimani savoliga javob beradi. Uchinchisi предложный падеж. Где, о чем, qayerda, nima haqida savollariga javob beradi. Agar siz kim ekanligingizni, nima xohlayotganingizni, qayerda ekanligingizni ayta olsangiz, siz allaqachon rus tilida gaplasha olasiz. 7-si esa jonli nutq uchun gaplar. Agar siz rus tilida tabiiy eshitilishni istasangiz, mana shu kichik gaplarni yodlab oling. Ну, bilmadim. Вот, shunday. Tipa, shunaqaroq. Ну я же говорил, men aytgandim-ku. Вот так. Shunaqa. Da ladna, yo'g'i. Bu kichik so'zlar gapni ma'nosini o'zgartirmaydi, lekin chiroyli qilib beradi. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentariy yozing va do'stlaringizga ulashing. Va shuni yodda tuting, rus tili bu imtihon emas,
bu vosita. Prepuz onlayn rus tili platformasi esa atigi 3 oyda sizni razgovorniga olib chiqadi. Batafsil ma'lumot olish uchun opisaniyada maxsus link qoldirdik.